muhabbatlarini kelinli va qizli davri oralig'ida qoldirib ketishlarini tavsiya qilaman. Farida opa, bu yil sarpo to'plamida qanaqa ranglar moda bo'ladi deb savol berishibdi. Bu yil 2026-yilda eng aktual bo'ladigan ranglardan 3tasini sizlarga sanab o'taman. Birinchisi fistashkoviy rang, xandon pista rangi. Bu yil juda ham aktual bo'lishi kutilmoqda. Ikkinchi rangimiz olcha rang. Olcha rang kelin sarposi to'plamidan hech qachon trendda qolmagan, har bitta kelinimiz sarposida bo'lishi kerak bo'lgan ranglardan hisoblanadi. Uchinchisida och ranglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Nafis ranglarda kelinlarimiz yana ham jozibali ko'rinishadi. Aytgancha, hozirgi zamonaviy qizlarimiz qora rangdagi liboslarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Lekin bu muhabbatlarni kelinli va qizli davri oralig'ida qoldirib ketishlarini tavsiya qilaman. Chunki yoshi katta qaynona va qaynona buvijonlarimizga qora rangdagi kiyimni kiygan kelinlarimiz boshqacharoq taassurot uyg'otib borishadi.